Assalomu alaykum jigarlar, tuzaymizlar. Qishloqdoshlar, gruppadoshlar. Biz bugun Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama dehqon bozoridan olib boryapmiz. Mana navbatdagi suratga olish jarayonlarimizni. Tarvuz sotyapmiz. Biz dehqonmiz, Bo'zdan tarvuz olib kelganmiz. Mana Gazeldan olib Damasga sotyapmiz mana. Aka, tarvuz qanchadan bo'ldi optimga? 2200 dan deyapti turdi-yu boya dehqon. Nima bo'ldi? Kelishtirib berdimi mana? 2200 dan kelishtirib beribdi mana dehqonimiz. Mana bu yerda birata mana qovun ilinyapti. Dehqon qovunimi? Rahmat. Qovun qanchadan bo'lyapti aka? Qovunlarimiz ham mana arzon ekan mana dehqonda. Bunaqasi bo'lmagan mana. 10 mingga 2 taligi, 10 mingga bittaligi, 10 mingga 3 taligi ham bor ekan. Azizlar mana jigarlar. Pishiqchiliklarga ham yetib keldik. Allohga shukr, Xudoga shukr mana. Yozga, serobgarchilik yetib keldik mana. Shirindan shakar qovunlarimiz bor mana. Kelaverasizlar Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama dehqon bozorida mana. Soatimiz ham hali erta, hali 6 ham bo'lgan yo'q. Mana bozorimiz avjida, bozorlar avjiga chiqib ketgan mana. Damaslarga mana tonnalab uzishni boshladik mana. Xudo xolasa mana dehqonchilarimiz barakasini berdi mana. Mana poliyadan uzib kelib sotyapmiz mana. Hali bozor avjiga chiqqan yo'q lekin. Hali bozor avjiga chiqib ketadi. Kelinglar mana tarvuz keldi, tarvuz. Men tarvuz olib keldim. Bo'zni mesni tarvuzi. Kelinglar mana. 2000 so'mdan optimga chiqyapti, 2000 dan. Tarvuz keldi. Xalqim, tarvuz olib keldim, kelinglar. Narxi ham arzon mana. 2000 dan menda mana. Bozorda arzon qilamiz mana. Yo'q, siz Damas panasida aka tushmaysiz. Yani 2000 dan chiqyapti mana akalar. Nima deysizlar endi akalar?